Zumrashalar! Qochib qollar! Senlar nima? Zumrashalar! Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, birodar. Cho janovar. Cho. Ho, qo'shni! Kim bo'ldi? Qo'shni! Qani hozir? Voy. Kimdi? Keling teshib ekan. Tinchlikmi o'zi? Qachon odam bo'ladi buningiz, ha? Tomimda haykaliga otib, hamma yoqni ilmiy teshib qilib yuborganda ham sizga aytmay gunohdan o'tgandim. Endi bo'lsa, Yana nima balo qilding, yer yutkur? Qulog'imni qo'ydi. mana ko'rib qo'ying, dakan xo'rozimning holini. Dumini bitta qo'ymay yulyapti. Bilaman, Toshbonu otasi rahmatli bo'lganda bunaqa bevosh bo'lmasdi. Nimasini aytasiz, amakisi? Xotin boshim bilan hammasini eplashim qiyin bo'lyapti. Boshim qotib qoldi. Turmushni tashvishdan oday tomon bo'ldim. Bu tentakdan ko'z quloq bo'lib turishga vaqt qoldi. Xudo xayringizni bersin. Gunohidan o'ta qoling. Ha, bo'ying cho'zilgur. Nega g'iq etmaysan? Tavba qildim-da. Qachongacha yuzimni shuvut qilasan? Tavba qildim, amakcha. Kechiring. Bilib qo'y. Onang sho'rlikka rahmim keldi. Bo'lmasa qulog'ing tagida shovla qaynatardim mana bu qilmishing uchun. Bola bo'lmay. Kel uyga. Voy yashamagur. Voy jinni. Tire. Sen bola bo'lmading, boshimga bitgan balo bo'lding. Siapa? Latta kopyang qatta? Qo'g'irchoqlarim oldida. O'tda-yu. Ha, o'lgur. Sen olgandirsan-da. Voy ichida yalpanib yotishlarini qarang. Qani cho'z tuxummi? Hoy yuvarmay. Tag'in ko'chagami, a? Bu yoqqa kel. Olovni jo'nashtirib ket. Tutaverib ko'zimni ko'r qilyapti. Voy o'lmasa. Bo'lmas. Ha? Haliga tandir oldi, telab ketdim. Qani? Voy qarasan shunaqamisan? Men sizlarni boqolmay qalayman-ku. Topib kelish o'rniga ko'chaga tashmalaysanmi, a? Senlarga bir-birdan nonni topib yedirishim osonmi? Seni bu bilan ishing yo'q.
Sen tengilar topgan uyiga tashla-yu, sen bo'lsang ko'chaga tashmalaysan. Kimmi nasibasini qirqibsan? Mana shularning nasibasinimi? O'zgalarning nasibasini ya. Unaqa demang, oyi. Men nima yozdim Xudoga? Bu kunimdan oyi. Mana shu peshana bo'lmasa. Boshimga bitgan balo bo'ldi-ku. Voy. Voy sho'rim. Bolam! Bolam! Bak. Hamza, bir yerden mi kalıyorsun? Hadi beri geç. Bir gel. Korkma. Yo'q. To'xta. Baqaga itvachi. Baqaga dedim senga. Sapchida yuz berishga boshingni qochadigan bo'lsang kun bor. Itvachi. Usla. لا حول ولا قوة إلا
Estağfurullah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Taqsir Karim yamoqchini mavludi nima bo'ladi? Mavlud haqida ertaga bomdoddan so'ng gaplashurmiz. Ma'qul, ma'qul. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Ha, o'g'lim, namoz tamom bo'ldi-yu. Taqsir musofirman. Agar ruxsat bersangiz, ertalabgacha masjidda qolsam, yo'ldan adashdim. Adashdim dedingmi? O'zing qayerlik bo'lasan bo'tam? Taqsir Toshkentliman. Iye, bu yerlarda nima qilib yuribsan? Men Taqsir madrasada o'qiyman. Hozir ta'til vaqti. Biroz pul topish uchun qishloqlarga aylanib yuribman. Mardkoshchilik qilib. Ha, shunaqa degin. Madrasada o'qiysanmi? Qaysi madrasada? Mudarrising kim? Xo'sh, haligi o'sha katta madrasada-da. Domlamiz ham o'sha katta domla. Mullavachchaman degin. Darsxonada emas, hirsxonada ta'lim olganman degin. Taqsir men. Bo'ldi. Qani men bilan yur. Qorning qalay? Ochamasmi? Sal-pal ochroq. Yur bo'lmasam. Sal mana shu o'tira tur. Men hozir ovqat olib chiqaman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi Taqsir. Barakalloh o'g'lim, barakalloh. Ma'qul. Yevalaqa. Osh bo'lsin mullavachcha. Ey, havo bilan qochishga ehtiyot bo'l. Qo'rqmay yeb qo'ymayman. O'g'lim, nega ranging o'chib ketdi? Qo'rqma. Bir poy ho'kizim bo'kib qolib, 3-4 kundan beri novqosanib yotibdi. Harom olib qolmasa deb qo'rqaman. To'qimni olgindi, anavi og'ilxonani oldiga solib, hushyor bo'lib qarab yotgan. Mabodo yomonlab qolgunday bo'lsa, bo'g'ziga pichoq tortguni meni chaqir, xo'pmi? O'zing umringda mol so'yganmisan? Menga bu ishlar chikora Taqsir. Ishxonada ko'rib ko'zim pishib ketgan. Ha, ma'qul. Xullas, xirilladi deguncha bo'g'ziga pichoq tortasan-u meni chaqirasan. Tushundingmi? Xotirjam bo'ling Taqsir, xuddi aytganingizdek qilaman. Illo ehtiyot bo'lgin, yana uxlab qolib harom o'ldirib qo'ymagin, ha? Xo'p bo'ladi Taqsir. Choy poyiz yo'qmi? Nima deding? Yosh bola narsa choyni nima qilasan? Ana, aroq to'la suv. Qurimson.
qolganga o'xshaydi. Hey, o'lmay tur. Qara bo'ldi. Qo'ldan boshim bilan qo'ymaga. Kim bossa? Padaringdan la'nat. Arog'mi? Mana senga. Topat, mana senga. Ko'kib qolib eshakni so'yib ko'kka topat. Qarronga o'tmagur. Buxoro esharidan ustunlarga sotaveradilar. So'yib qo'ysang-ku badbaxt. La'nati. Ko'kizda haram o'ldirding. Ushla, o'g'ri ushla. To'xta, hoy la'nati. To'xta deyman senga. Ushlanglar musulmonlar! O'g'ri qochdi! Ushlanglar! To'xta, hoy! To'xta deyman senga! Qo'limga tushsang o'ldiraman seni padaringga la'nat! To'xta! To'xta! Jon tashlagan to'xta! Voy, pochcha! To'xta! To'xta! Astagfirullah. Akhamjon aka. Shetdamisiz? Jonim. Kelib shu paytda Nima balo? Eringiz oramizdagi sirdan xabardormi deyman? Kecha 9 pulga do'koniga nos olgani borsam, it qarash bilan xo'mrayib, bir to'plamgina nos bersa bo'ladimi? Boshqa joyda shu pulga nos qovog'imni to'ldirib berishardi. xafa bo'lmang jonim. Erim o'lgur o'zi shunaqa. Juda ham ziqna odam. Unga pul bo'lsa bo'lgani. Xotinim bormi, yo'qmi ham demaydi. Voy, osh sovib qoladi-yu. Oling. Oling. Qo'lingiz qani? Voy, mana.
bukaman qo'lim. Qani, bu yoqqa chiqchi. Chiqmayman senga. Kimsan? Qo'limni qo'yib ol. O'zing kimsan? Sendan so'rayapman. O'zingdan so'rayapman. Joningdan umiding bormi? O'zingni joningda umiding bormi? Aylanay. Tavba. Astag'firulloh. Ukajon, kimsan o'zing? Kechasi tandir ichida nima qilib o'tiribsan? Jinmisan, shaytonmisan yo jinnimisan, a? Nima, ko'rmayapsizmi? Voy, sekinroq gapir, ukajon, sekinroq gapir. Menga qara, kechasi birovni o'chov boshida nima qilib yuribsan? Bu-chi bu? Birovni chaqda ne ish qilib yuribdi? Voy, kompar, ey, sekin deyapman senga. Bo'ldi. Aylanib ketib, baqirmang, aylanib ketib baqirmang. Nima qilardim? Dog'layman. Yo'q, ukajon, to'xtamagan. Qarang, ket ukajon, keta qolgin endi. Haqqa borma. Voy, o'rgilib ketdingsanlar. Mana bitta emas, ikkitachi saninglar. Qani endi bor, tuyog'ingni ishqilab uka. Ozgina puldan cho'zing. Yo'l kerak qoladi. Voy, shu. Voy, kasobati. Quloq tuhmatga qoldik-ku, ha? Voy. Ma, teshib chiqsin. Qani borda bo'l endi. Ketib qoling. Mullaka. Yaxshi qolinglar. Haloyiq, buni qaranglar, kechasi bir musulmonni tunabga tushibdi. Bu qanday beodoblik, isnodga qoldik. Sharmanda bo'ldik. Ey Parvardigor, bu qanday beodoblik? Haloyiq, o'rin ko'rgan bormi? Ana uni qaranglar, qochinglar. Sen o'g'irlagansan, badbaxt. Ayt, men o'g'irladim-da. Men hech ham o'g'irlaganim yo'q. Bu nima, a? Qolgan pullar qani? Qog'oz pullar qani? Umiding bo'lsa ayt, bola. Axir menda boshqa pul yo'q. Pullarni qayerga gumdon qilding? Ularning ichida bu bormidi? Taniysizmi? Qorong'ida ko'ribmanmi? Gapir zumrasha. Qanaqa pul? Men bu yerda hech kimni tanimayman. Rostini gapir, bola, yo joningga qasd qilma. Ayt, qo'yituvchi, kimga qilmoqchisan? Boyni pulini sen olgansan. Ahmad, Xudodan qo'rqsangchi, bolani daxli yo'qdir. Balki daxli bordir. Shu bolani qo'lidan o'g'illik keladimi? Aftangoriga bir qara, davangiday odamga qanaqa kuchi yetsa. Bu o'g'irlikni bir o'zi qilmagan, sheriklarim ham qilgan. Shu bolada sherik bo'ladimi? Sherigi bo'lsa tashlab ketarmidi? Duch kelgan odamni sherik qilavermaydi o'g'ri. Bu bolani tutqanog'i bo'lsa kerak. Tutqanog'i tutgandan keyin hamma yog'ini timdalab qonga belangandir-da. O'g'ri degan bachchag'ar shuni sherik qiladimi? To'g'ri. Nima to'g'ri? To'g'ri emas, bu o'g'ri. Hozir aybiga iqror bo'ladi. Voy bola, ko'zlarimga qara. Yolg'on gapiradigan bo'lsang, shu ko'zlaringni bu yoqqa qo'yib olaman. Yo'q, fayni fulataymi? Kagan kech bo'ladi. Yo'q, keragi yo'q. Yarim kechada sheriklaring bilan kelgansan. Boy otam sheriklaring bilan tunagansan. Pulni qayerga yashirganini sen bilasan. Sen. Ha, baba! Bu yerda so'ydim, xo'kirjam o'ldirdim, eshakni ham so'ydim, imomni ham o'ldirdim, sichqonni ham dumini kesdim. Shundoq ekan, seni ham o'ldiraman. Ya. Bu bola jinni bo'pti-ku. Jinni bo'pti. Bola jinni bo'pti.
yigitcha. Voy yigitcha. Ayol o'lsin. Nima? Qulog'ing tom bitganmi? Assalomu alaykum ota. Narigi tomonga o'tkazib qo'ying. Va alaykum assalom. O'zing o'tolmadingmi, ha? O'qib ketay dedim. Menga shaqol. Niyaz bo'ldingmi? Bundim. Ha, barakalla. Qani ketdik. Shu. Xo'sh, qayerlisan? Kimni bolasisan? So'qqabosh yetimman otajon. Yerga nonim, borarga joyim yo'q. Qishloqlarni aylanib, rizqimni terib yuribman. Xafa bo'lma. Bu zamonda yetim bitta sen emassan. Xudo xolasa bir kun emas, bir kun baxting ochilib, u kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan. Ajabmas bolam. Aytganingiz kelsin. Bolam. Yetimni ko'rgan kuni qursin. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman oy. O'tolmayman oy. Otim arriq manzil uzoq yetolmayman oy. Otga qarashni bilmaysanlar. Tekin tomonlar. Bo'ladi. Yaxshilar cho'miltirib tarab qo'ylaring. Bo'ladi, bo'ladi. Otga mindiring. Xo'p, bo'ladi, turam. Qani, chiqa qoling. Mahkam ushlang. Barakalla. Ha, bo'ri boyvachcha. Chavandoz. Xo'sh. Olma terishni bilasanmi? Bilaman bu ota. Bilarmishlar. Xo'sh, indan keyinchi. Yaxshilab teraman. Yaxshilab terarmishlar. Tag'in toshingni ter deb haydab yubormay. Xizmat haqqingga olma olasan. Shunga rozimisan? Mayli bu ota. Oyiga 2,7 qado olma beraman. Xom pishiq aralash. Komshirashmi? Mayli bu ota. Xo'sh. Indan keyinchi? Undan keyin bu ota. Endi savdomiz pishdi. Muddo shuki, shariat yuzasidan mol sotganda hamma aybini aytib sotsa halol bo'lar ekan. Bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Siyg'omisan, tutqaromisan? Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda koymasangiz bas. Xizmat haqqi mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. O bu bachchag'ari. Jaqu ko'rinadi, ha? Mayli. Lekin yolg'onni kamroq gapir. Xo'p bo'ladi bu ota. Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashaylik. Yallama yorim yallalashaylik. Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashaylik. Yallama yorim yallalashaylik. Xo'sh, indan keyinchi? Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashaylik. Assalomu alaykum.
boyata haligi qandil pishibdi. Qandil pishibdimi? Xo'sh, indan keyinchi? Undan keyin terish kerak. Terish kerak. Indan keyinchi? Undan keyin sotish kerak. Sotish kerak. Indan keyinchi? Undan keyin qaydan bilmadim. Bilmadim degin. Bilmasang nima qilib ishlamaysan, dirala yuribsan. Ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Endi tushundim, yeyish kerak. Xapsanimi? Yeyish qora, shoshmay tur. Xo'jayin rosa ayshini surib yotibdi. Qayoqqa ketgan ekanlar, a? Chuvalachidagi suyukli xotinchasini oldiga-da. Kelasga ham kelmay qo'ydi. Olmalar to'kilib, bekorga nes nobud bo'lyapti. Ixtiyor poyni o'zida. Ter desa teraveramiz-da. Borib ruxsat so'rab kelish kerak. Unda o'zing bor. Indan keyin deyaverib odamni xit qilib yuboradi. Menga nima? Bir gap aytaymi? Xo'sh, Men borib kela qolay, a? seni? Ha? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, qanchoq. Bormay ota. Bor bo'l o'g'lim. Boyata, ana yetimcha keldi. Chiqaversinmi? Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Berroki. Assalomu alaykum, boyata. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgan keldim, boyata. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgan deb yuborishdi. Yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandon sopli pichog'ingiz bor-ku. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tozi tersini shilyotuvdi, suyagi tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozimi terisini nimaga shildilaring? Shoshib qoldik deb boyata. Bo'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaring ganalatlar itim nima qilib o'ldi? Harom o'lgan otning go'shtidan buku o'ldi. Harom o'lgan otning go'shti qayerda ekan? Harom o'lgan otning go'shtini kim berdi? Begona ot emas, o'zimizni to'ri qasqani go'shti. O'shani yeb buku o'ldi. Xo'jayin. Hey, bola, og'zingga qarab gapir. To'ri qashqa o'ldi deysanmi? Yo'q, Parvardigor, nima qilib o'ldi? Xomlik qilib o'ldi. Nimaga xomlik qilib o'ladi? O'ylab gapiryapsanmi? Bo'lmasa-chi, to'riga secharava qo'shilmagan ekan. Aravaga qo'shib suv tashigandek zo'r qilib o'lib qoldi. Voy, yaramas, nimalarni voldiramaysan? Uyda shuncha ot turganda, kelib boqib qo'ygan uloqcha otim bilan suv tashiysanlarmi? Ablaqlar! Boyata, o't ketganda uloqchiligiga qarab o'tiradimi? Bir chelak o'sa ham suv tashiyveradi. Voy, yo Parvardigor, sho'rim qurib qopti-yu. Sho'rim qurib qopti. Voy, jinni pinimisan bola. O't tushdi deysanmi?
Qayerga o't tushdi? Nimaga o't tushadi? Nimalar yondi? Uyimiz kuydi xo'jayin. Ja, katta yong'in bo'ldi. Uzoq yondi. Qo'rg'onch, qo'rg'on. Qo'rg'onam yondi. Omboram yondi. Otlaringiz o'ldi. Cho'g'izam sindi. Voy sho'rim. Yig'lamayman boyota. Xona vayron Boshing omon bo'lmadi. bo'lsa. Turib padariga la'nat. Shum qadam. Ey Xudo senga nima yozuvdim? Gunohim nima? Qo'rg'onga o't qayerdan o'tibdi? Shag'amdan o'tibdi, shag'amdan. Shag'amdan? Va jinni o'p qolibsan. Meni dargohimda shag'amga kun qoladimi? Toshkentdan olib kelib qo'ygan qator 40-panohlarim qayoqqa ketibdi? Kerosinni 1 yilga yetadigan qilib zapas qilib qo'ygan bo'lsam, O'ylab odamni xiqib tashladingiz xo'jayin. Butun boshli o'likning arvohiga shag'am yoqmay panor yoqadimi? O'zingiz o'ylang, kelayotgan arvoh nimani shulasi bilan o'ynashadi? Axir kosaga suv qo'yib, ustiga olma shox qo'yiladi. Arvoh shoxga qo'nib damini oladi. Damini olib bo'lgandan keyin pirpirab turgan shamning shulasi bilan o'ynashadi. Kim o'ldi? Kichkina o'g'lingiz buni boyvachcha. Cho'choni bolasini olaman deb terakka chiqqan ekan. Haligi yiqilib tushdi-yu. Dada! Voy bolam! Voy bolam! Voy jigarim, yoshgina ketgan jigarim. Otang o'lsin bolam! Voyda! Otang o'lsin o'lmasmidi bolam? Voy bolam! Voy bolam! Nima gap? Otang o'lsin bolam! Tinchlikmi o'zi? Otang o'lsin bolam! Voy jigarim! Voy bolam! Voy bolam! Voy jigarim! Voy jigarim! Voy jigarim! Voy jigarim! Voy jigarim! Voy jigarim! Yopiray! Bo'rbovacha-yu. Ha, bo'rbovacha. Ko'sh! Qanacha Bo'lmasa oqibat yomon bo'ladi. Ko'sh! Chiq qadaringdan bittasi tug'ilgan. Ey yiqitsa! Qadaringga otma! Qadaringga ana! Ishyoqma yutmasga! Farmon chiq! Sen bola onangni ko'rsataman! O'zingni onangni ko'rsataman! Odamlar tuzilmasay! Yetmasam teringga somon tiqaman! Sudayim bilaysan, tezroq! Yetmayapman! Voy, itdan tarqagan. Bu qilig'ing nimasi, a? Axir boshchi gapirgandim-u, biroz yolg'onchiman deb. Bu hali seni yolg'oningmi, a? Yo'q, boyota, hali hammasi emas. Nima? Chalasi bo'lsa, unda haqini aytsang nima bo'lardi? Birato'lasi o'ldirar ekansan-da, ha? Bu juvon nima? Juvon nimak? Padaringga la'nat. Yo'qol ko'zimdan. Haqqim nima bo'ladi? Yo'qol ko'zimdan deyapman, yo'qol. Halol ishdan topgan haqqimni so'rayapman. Menga nima haqqini yeb ketmoqchimisiz? Voy, peshona terisini so'rayapti.
Yetimni dilini og'ritish gunoh bo'ladi, boyata. Adabini berib, chirigan qurt yegan olmadan bir qop berib yuboringlar. Xo'p bo'ladi, boyata. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Ko'r namak. Sadaqa qilinglar, sadaqangizni Alloh taolo dargohida qabul qilsinlar, qabul qilsinlar. Alloh dargohida qabul qilsin. Allohu akbar. Vada u dunyoyu bu dunyo kam bo'lmang, kam Shakarpalak, ko'kcha bosqoldi, hammasi shu yerda. Kelib qoling. Sandiqdan olib qolinglar, sandiqdan yasalgan. Mana buyurtma berishlar, qo'chqorday o'g'illarga buyursin. Ha, opa. Kelib qoling palovxon to'raga. Qo'y yog'i, qo'y go'shiga bo'lgan palov. Kelib qoling. Zagayron kelib qoling. Bizning go'sht, xarchamay, pulingiz palovxon to'raga kelib qoling. Fikra bo'lib qoldimi? O juda yaxshi ana. Ya bu kichkinaroq. Yaxshi o'zi. O juda ham ochib olaverishni, ha? Ya katta ekan. Har birisini kiyib ko'ringchi. Hala yarashdimi? Yarashdi. Juda ham yarashdi. Kambag'al odamga to'g'ri kelmaydi. Oy bala, menga qara, boshingdagi do'ppi rafidiga ham yaramaydigan bo'lib qopti. Voy o, tirik ekansan xumpar. Onang sho'rda azdozmoq bo'lib turdi. Tempra joningga tegmadimi? Endi ishlaverman pulni orttirib. Rostdanmi? Qancha pul orttirding? Bir dunyo. Senikiga o'xshagan qo'ydan 10 tasiga yetadi. Rostdanmi? Bo'lmasa-chi? Qanaqa orttirding? Xomkalla, pul topishga o'rganish kerak. Mana qara. Ochroq, ataveraymi? Mayli. Qani yur bo'lmasa. Hammaga ma'lum va mashhur Yupatov boy o'zlarining qizli bo'lmish Bayramxon bilan katta karvon saroyida ot o'yin qurdirdilar. Kattalar qo'ymadan bittayigacha. Hamma chodira ayolga kelaversin. Abdurahim polvon. Ha, u kishi bir qo'llari bilan mahallaning 8 kunlik qozonini ko'taradilar. Saidkarim boyning 2 novvosini ishlarda azob ko'taradilar. Ha, bu kishi Sharmotda xonim, bu kishining itlari Peterburgda oliy madrasasida o'qigan. Xitoy tilida 50 gacha sanaydi. Yevropaning 8 tilida gaplashadi. Bu Emiliya xonim butun farang German davlatida bo'lganlar. Bu kishining antiqa o'yinlaridan ayrimlarini ko'rib turibsiz. Hey, chodiri hayolga marhamat. Tushamiz-mi? Yo'q, nega? Birinchidan qimmat. Ikkinchidan Bayramxonchi yalang'och o'yinga tushar ekan. Men yalang'och xotindan qo'rqaman. Qaragin. Ana endi dunyodagi eng
bo'libsa, buni kashkaromatni germonlar o'ylab topgan. Dud to'ldirgan pufak bir varakaga 15 kishini osmonni falakka ko'tarib uchadi, 15 kishini. Shunaqa. Bu kishi Valentina Fyodorovna, oq podshoh hazratlarining enagalari yaqinda ichki yo'qdan qazo qilganlar. Ana shu choyni ovaring boyvachcha. Aslan, labay, hozir. Harbiy Avrupa muhoriba maydonidagi jangovar harakatlar Almaniya uchun tahlikali tusga kirmoqda. Verdun yaqinidagi jangu jadal Gel qoling baraka aka. Gel qoling. Qo'y go'shti. Alaykum assalom. Qanaqa aka? Gel qoling, tayyor so'laram. Yarim tanga. Mana bolalarga berib olishim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yolg'on obasan. Buyurmasa ama. Artık kumaş. Ama uygun nima yersin? Voy. Bozorga o'g'ri o'rlatdi, o'g'ri. Janoblar, Musulmonlar, pulim oldirib qo'ying, musulmonlar. Nimaga? Musulmonlar. Nimaga? Gumonim mana shu yigitdan. Pulni to'plang. Necha so'm birodar. Senga puling qancha? 8 so'm berishgan 4 tanga edi. Nimaga solingan? Nimaga bo'lardi? Mana shu olatning kamyonga. Mana shu musulmonlar. Har qanday musulmonlar. Siroj qarang, ichida hamma narsa meniki. Meniki. Yo'q, kumush tamg'ali o'ziga bor edi. Bir odamman. Orriqqina bo'lsa ham bir to'qni sotib olmoqchi edi. Mana shu o'zim meniki. Yo Ali. Ana musulmonlar, musulmonsikim. Ha, o'zim meniki. Meniki. Yo Ali degan o'zim meniki. To'g'ri gap, to'g'ri gap. Hamyonam meniki. Hammasi meniki. O'zim bir kamol odamman. Mana mening guvohlarim. Mana mening guvohlarim. Mana shu yonimda yurgan. Ko'rgan hammasi. So'rang. Yo'q. Nega? Oqsoqolni oldiga borib, o'sha yerda aniqlaymiz. Nega? Ana, ko'rgan sarkar. O'g'risi aqlinglar. Ay, biyde boza var, aşağı boza var. Qaysi bir o'ynashasandir? Yaxshi chiqqandan olib kelaverasan. Aysh qilamiz bugun. Aysh. Buqoq. Nima? Hop. Boshladingmi? Ana. Gapga. Qanday deb qo'ychi. Bugun oshig'ing. Qara Sulton aka. Ana qarab tur. Yo'q, Jamshid. Ay, aylanay jarib. Kaka. Men qara. Ey. Bugun shunaqangi bir ishni qoyilmaqom qildimki, eshitdingmi? Bunaqangisi bo'lgan emas. Ulpanlarimchi, o'g'illagan pulingni halol qilib egasini rozi qilib ololmaysan deb qolishdi. Garov bog'lashdik sekin, qo'y o'zaray kirsam bir so'tak kosb yigit yurgan ekan. Shil tutib uni hamyonini oldimda ichidagi pulini sanab ko'rib, yoniga 2 tanga bilan mana u kumush iziga qo'shib hamyonni qaytadan cho'ntagiga joylab qo'ydim. Keyin voydod musulmonlar pulimni o'g'irlatib qo'ydim deb hali yigitga shartta yopishdim. Bizni sekin oqsoqolni oldiga borishdi. Oqsoqol meni shishi davoyimi uni raddini tinglab ko'rdi-da. Keyin qarabsanki yigit qip-qizil kisavurga chiqib qamaldi. Pul bilan o'zi menga tegdi. Yarim so'm cho'talay ketdi. Keyin yigit bechoraga rahmim kelib, bir so'm pora berib qutqarib oldi. Voy yigit sho'rlik o'zida yo'q xursand. O'ta yaxshilik unutmayman deydi. O'ta yaxshi. Yigit ekansan. Qara ekan. O'zimisan bo'zi ekan. Qani olib kishi bir maza qilaylik. Voy. Qara, qo'y.
Yarım ketaman dedi. Koyma şişe. Ayollarga kim bası. Evet, domlam keldilar, domlam. Voy voy, jamoat chaqirdi. Salomatmisiz, domla? Keling. Bormisiz, domla? Keling, domla. O'tiring. Allohurrahmonurrahim. Qani, Amin. amin. Alloh. Salomatmilar, tinchamonlikmi? Muncha shirin bu bola. Voy voy voy, bo'g'irsoq. Voy bolakay, bolakay. Menga qarang, domla. Nima? Bular meni yangi shogirdlarim. Shunaqa deng. Yaxshilab o'rgatamiz. O'zimizni kasbimiz yaxshi bo'laydi. Domlajon, qani menga aytingchi. Nimani? Mana shu suv oqaveradi. Nega hech to'xtamaydi, a? To'xtaydi. Lekin siz bilan biz ko'rmaymiz. Qani qo'y domlaga. Shunday? Domlaga qo'y. Yo'q, Oling ishvaring, domla. Alloh kalomida aytganidek. Yo'q, yig'ishlar kalom palamini. Qachondan beri qilishmaydigan bo'lib qolding, a? Meni raymi qaytarasanmi? Yo'q, qaytarmayman. Lekin men tavba qilganman. Tavba. Sen o'zing kim bo'lsan, tavbangni mo'lardi, ha? O'g'ri qarasa so'pa, g'ar qarasa Qani hech. Hadi yaxshilik deyapman senga. Qani, ko'tar. Qani hech. Iching, ichvaring. Hech deyapman. Qani. Oling endi, domla, oling endi uni. Qani. Oxirigacha. Oxirigacha yashavaringga domla bor ekansiz. Qani sizlar ham ishinglar. Hech. Hech. Barakalla. Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Bizning asl zotimiz Buxoroy sharifdan. Bobomiz mashhur eshona edilar. Otam rahmali, suv desalar, suv teskarisiga oqar edi. Ko'p desalar, ko'r odamni ko'zi ochilib ketadi. Bo'lsa qarang, opachini qarang. Lekin peshonamizga sig'madilar. Qazo qilib ketganlar. Rahmatlik. Ana, nesh barmog'im chiqdi. Otangga rahmat. Shekshak qani. Ollaring. Qani sotaydiradi ya. Bozorni ham bo'shatma. Bunaqa 5 barmoq bo'lgan emas. Qozonda chiqarma. Yasha, shekshak. Xo'sh. To'y deylarmi? Qani bitta shundan olamasa. Mahallada eshitdim. Bayti g'azalga usta emirsizlar. Bachaning ovozi shirin bo'ladi. To'g'ri, bu ashla ichganmiz-da. Bilmayman Sulton aka, yolg'on aytmoqman. Aytaver. Bilganingcha aytaver. Ol. Aytaver. Mumkin. Aytaver bo'g'irsoq. Qani ol endi. Bitta eshitaylik. Uncha taraymasang, boshla. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor xotim og'riq manzil uzoq yetolmayman yor otginamni og'riq qilgan shu mayda tosh yor ey ranginamni sariq qilgan u qalam qosh yor ey ipdanmidi ipakmidi kiyganingiz yor bizlardan ham ortiqmidi sevganingiz yor ey daryolarning o'zida
kerak emassan, yigitcha. Sulton aka, ruxsat bersangiz, uyga ketsak. Uyga? Nima qilasan uyda? Endi o'ligimiz ham, tirigimiz ham bir. Nima bor uyingda? G'arib va notavon bo'lib yashamoqchimisan? Mana bir kunda ishlagan pulimizni ko'r. Bir umr birning yerga tegib ishlaganingda ham buncha pul topa olmaysan. Qo'rqtay qilib topdik bir zumda. Mana bozadan qo'y. Voy ablah. O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Men. Boqoq. Sol. Oshxonaga sol. Voy! Kim bor? Yursanchi, yur. Hozirroq ol. Qaniydi bir qiltim suv bo'lsa. Bor o'sha sulton sherigini oldiga, qorning to'yg'izadi. Esingda deymi? Bu qanaqasiga menga sherik bo'lsin? Gapirma, tega xo'rdaydi. Hali men senga tega xo'rdaydi bo'ldimmi? Unda o'zing kimsan? Men seni kasingga qolib, butun boshli qo'yda ayrildim. Qo'y deysanmi? O'zingga o'xshab zo'r qo'yaqa sudrardi. Men uni boqib semirtirardim. Baribir yo'lda o'lib qolardi-yu. Ha, hayolingizda birinchi o'n bo'lib boyib ketdingizmi? Senga nima chuvrindi? Uyga shu turishingda ham borurasan. Men odamlardan or qilaman. Shu boyib borsa uyatga qolaman. Sang'iy. Ishlar topib kelgani shu judur keyin bo'pti deyshadi. Nima xudo urib senga yo'liqqan ekan mana? Voy bechor, voy sho'rlik, qo'y, xafa bo'lma. Uning olonsa. Dorvozga shogird tushib, niqobadan ishdan tiqtirib beradi. Mazaq deyverasan. Sani bo'dadanchi? Haram o'lga sigir yeyilni yaxshi. Nima qilsa so'ngir pul to'lab oladi-yu. Diydoring qursin. Ana bo'lmasa. Bore. Billah babay. Shahardagi boyvachog'aylaringizga sizning nomingizdan niqob salom aytib qo'yaymi? Iya? Bo'g'irsoqmisan? Voy bo'g'irsoq. Bo'g'irsoqjon. Voy bo'g'irsoqjon. Voy. Oh, qalaysan? A? Voy. Oh. Voy. Bo'ladiganim bo'ldi. Rasvo qilishdi ablahlar. Menday eshomacha qo'l ko'tarishdi-ya, nobakorlar. Bir burda noning bormi? Qayoqda? Voy. Voy. Oh. Boshim lo'qillab og'rib ketyapti. Yo'l bo'lsin bo'tam. Men endi sizga hamroh bo'la olmayman. Toshkentga ketyapman. Voy, Toshkentda nima bor? U yer odamlarni bilasanmi? Seni yutib yuborishadi-ku. Sen yaxshi men bilan birga bo'l.
qishloq aylanamiz. Qishloq odamlari halol, serhimmat. Ular meni hurmat qilishib, domlajon deb chaqirishadi. Senga asl ismimni aytaymi? Mayli. Muhammad Latif ibn G'ofil Asad. Ana, meni senga Xudoni o'zi yetkazdi. Endi topganimiz o'rtada. To'rga bo'lamiz. 3 qismi mayli menga, bir qismi senga bo'ladi. Rahmat domla. Men Toshkentga bormasam bo'lmaydi. Mayli, o'zing bilasan. Toshkentga boraver. Men esa tanho yashayman. Asl zodalar ana shunday yashashadi. Tentaklar esa bir-biriga suyanadi. Xayr bo'lmasa domla. To'xta. Hey, to'xta. To'xta. To'xta, to'xta, to'xta. O'qigin. Xo'pmi? Odam bo'lasan. Mana meni aytdi dersan. Xo'pmi? Стой! Куда? Здрасте, домой. Езжай. Otanga aylansin. Ana shu nonni eltib bermaysanmi? Xo'p bo'ladi otajon. Barakalla o'g'lim, barakalla. Qani ketdik. Kalla yesahallab nega tentirab yuribsan o'g'lim? Daladan tushdim otajon. Daladan tushdim degan hech qisi yo'q, shunaqasi ham bo'ladi. Toshkent tarig'ini yegan shumchuq Makkatullohdan qaytib keladi o'g'lim. Ota-onang bormi? O'lib ketishgan. Xudo rahmat qilsin. Ota-ona degan mort keladi o'g'lim. Ixtiyoring o'zingda ekan. Halol mehnat qilsang, kam bo'lmaysan o'g'lim. Ye. Yalangoyoq ekansan-da. Hech qisi yo'q o'g'lim, hech qisi yo'q. Chaqqon oyoqqa kavushon topilib qolar. Mayli, yura qol o'g'lim. Chaqqon yura qol. Voy, nega baqirib qolding? Aha, bu yer madrasa o'g'lim. Chala qolgan savodingni shu yerda chiqarasan. Qani kir. Barakalla. Hoji bobo, bir masalaga shubha qilib qoldik. Abo Muslimiy sohibi Qur'on bilan Nosiriy Sayyor jang qilgan ekanlar. Ana shu jangda Nosiriy Sayyor Abo Muslimiyning boshlariga gurzi garron bilan urgan ekanlar. Ana shundan keyin Abo Muslimiy yerga
tizzalarigacha kirib ketganmilar yoki bo'lmasam bellarigacha. Bulturgi kitob nusxasida tizzalarigacha deyilgan. Mana bu kitobda esa bellarigacha deyilgan. Qaysi biri to'g'ri? Birinchi zarbda tizzagacha. Ikkinchi zarbda belgacha. Ana nima degandim? Ana aytmaganmidim shunaqa? Uchinchi zarbda yelkagacha. Ana men nima degandim? Nozam billah. Agar Ulsakbatcha janobni bir zarbada bellarigacha botirgan bo'lsa, ikkinchi zarbada quloqlarigacha botirardi. Axir bunga aql ishonmaydi. Ha, o'g'lim. Nega qorakashlik qilyapsan? Yaqinroq o'tir, amakilaringga salom ber. Dasturxonga yaqin kel, tortinma. Mana non. Assalomu alaykum. Ol, o'g'lim, ol. Iye, qumaqaylik qilma, yaxshilab chaynab yegin o'g'lim. Bo'lmasa tiqilib qoladi. Novvoyxonadan topib oldim. Ota-onasi yo'q, yetim ekan. Qo'l oyog'i chaqqon, xizmatlaringizni qilib yurar. Ma'qul, hoji bobo. Xo'sh, o'g'lim, qoning to'ydimi? Mayzni nega yemaysan? Erta yeyarman. Barakalla o'g'lim, barakalla. Bu yaxshi odat. Tejoluni ishi bejolu. Shunday ish olib ketsang, biring ikki bo'ladi o'g'lim. Barakalla. Xo'sh, endi qani, chilim sol. Choy damlab ke. Keyin o'tinam yorib berasan. Xo'pmi? Barakalla. Xo'p bo'ladi, hoji bobo. Hozir damlab kelaman. O'g'lim, barakalla. Alg'ov-dalg'ov zamonga qolib ketdik. Har xil mish-mish gaplar yuribdi. Qarang, bozorda eshitdim. Donni narxi osharmish. Vay. Bir ko'rmaganimiz shu qolut. Nimasini aytasiz, hoji bobo? Marhamat. Tasanno. Salomat bo'ling. Barakalla. Ola qoling. Bale. Abo muslimi sohibi Qur'on g'ayratlariga chiday olmay, Ko'kto ismli bo'z otlariga suvori bo'lib, ul man'unni saddi rohini to'sdilar. Bale. G'azablaridan har bir mo'ylari kiyimlaridan nishtar abdoriday teshib chiqib ketgan. Kela Nasri Sayyorning kamar bandidan "Yo Ali!" deb azod ko'tarib, muborak boshlaridan 7 marotaba aylantirib samoga otdilar. Bay. Ul nopokning vujudi bir osh pishgunga qadar ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi. Ba'daz muborak qo'llarini ko'kka qilib tutib oldilar. Yerga omon qo'ydilar va deydilar-ki: Xo'sh. Ey Nasri Sayyor, min ba'd Xurosoniylar sha'niga bunday beodoblik qilmag'aysan. Shunday. Nasri Sayyor ul janobning rikoblarini o'pib, tavba tazarruklar qildi va iymon keltirdi. Bale. Bu kiroyi mardonalik bo'libdir. Buni mardu maydon dedilar. Xuddi shunday. Hozirgi zamonning urushlari mag'zi nomardlik. Bexosdan turgan odamni miltiqdan o'qqa tutmoq, jim yashab turgan aholini to'pga tutmoq insofdanmi axir? Bale. Bu nomardlik ishi. Vodari. Bunday mardu maydonlar o'tdi ketdi. Bale hojim. İyi. Bolakay uxlab qopti-ku. Taqsirlar bugun juda og'ir kunlar. Endi dam olaylik. Endi uxlaydi. Qoravoy ham uxlab qopti.
Hop aka. Chop kelmaysanmi? Hop, hop bo'ladi. Hozir. Bismillahirrahmanirrahim. Qoravoy, qani bu yoqqa kecha o'g'lim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani mana uni kiyib olchi. Avvali mana bu choponni ham. Ha? O, mana o'sini endi. Xullas. Mana bu etingni ham kiyib ol. Qo'nji bo'lmasa ham loyga juda yaxshi-da. Balla. Qip tuzuk. Mana endi yaxshi bo'ldi. Quloq och bobo, yaxshiligingizga churibman. Menga qara. Mana u bir miriga Tolib Sovungardan bir qadoq shamxokka. Hidlab ol. Badbo'y bo'lmasin, arvohlar ranjiydi-ya. Mana u 9 pulga. Tamaki saroyidagi nasvochidan Buxoroni xokinosidan olib. Menga qara. Bordi-yu bitta yarimta tanish bilishing uchrab qolsa. Qayerdasan, nima ish qilyapsan deb so'rasa, bu yerlarni aytib o'tirma. Tushundingmi? Xo'p bobo. Bobo emas. Hoji bobo degan o'g'lim. Xo'p bo'ladi, hoji bobo. Shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu chollar yomon chollar, voy bola. Ariq bo'yida chollar, voy bola. Bu chollar yomon chollar, imillagan chollar. Voy bola, jon bola. Bu chollar. Qoravoy. Beri kecha o'g'lim. Quticham qani? Qaysi quticha hoji bobo? Qaysi quticha bo'lardi? Irvit qutichada. Dorilar solingan quticha bor-u. Bilmadim, hoji bobo. Yuqorida turgandi. Usta Mirsalim, siz ham ko'rmadingizmi? Kecha oqshom ko'rdim. Tokchada turgandi. Ha, kecha qo'yganimda joyida turgan edi. Haromi. Ayt, qayoqqa qo'yding? Hoji bobojon, men sizdan tilingizga tegmayman. Jiyangizga ham tegganimman. Tekan bo'lsam bo'layapti. Emaski, qanot paydo qilib uchib ketsa. Ayt, qayoqqa qo'yding? Buvan keyingi odam bilan hazillashyapsanmi? Ayt, qayoqqa qo'yding? Mendan keyin bu uyga hech kim kiruvdimi? Kirgani yo'q, hoji bobojon. Hech kim kirmagan, sen ham tegmagansan, shundaymi? Ayt, adal la'nat, muloyim supurga.
Sen kelib do'konni dastgohimdan baraka ko'tarirding. Yaxshilikda qaysarmasan. Hozirga turib, kelingga somon tutiraman. Kelingga somon tutiraman. Tinchlikmi, Hoji bobo? Assalomu Alaykum assalom. Siz marhamat. Kechga qolmadingiz. O'zaro marhamat qilinglar. Salimjon aka. O'tirsinlar. Salomatsiz. Izlaganim yo'q. Ne gapimga ishonmaysiz? Yetimni xo'rlayapsizmi? Sen olmagan bo'lsang ayt, gumoning kimdan? Gapir. Birovga tuhmat qilish gunoh. Tag'in bilmadim. Qanday zamonlarga qoldik. Shuni ayting. Bilasizlarmi? Xo'sh. Bir ko'ppas nima qilibdi deng. Xo'sh. Nima qilibdi? Aytsang-chi, nima qilibdi? Odam bolasining xayoliga kelmaydigan ishlar. Urushga boribdi. O'lgan askarlarni etiklarini yig'ib, bir vagon qilib Toshkentga olib kelibdi. Yo'q, astag'firulloh. Undan keyin qo'njiga o'q tekkan etikni qo'njini shartta kesib tashlab, qo'shga o'xshatib, kambag'allarga arzon narxda sotayotgan emish. Yo tavba, astag'firulloh. Uni otini haligi nima edi ha? Ha, aytgandek, qaporki deyilar ekan. Nega kulasiz? To'g'ri gapiryaptilar. Qoravoyga men o'sha kavushdan olib berdim-ku. Ha? Qoravoyning oyog'idagi kavush o'shanda. O'lgan odamlardan. Odamlarning kavushi borkan. Odamlar orasida har xil mish-mishlar yuribdi. Matoning narxi osharmish. Hay. Keyin ba'zi narsalarning ham narxi oshiriladi-da. Germon degani bir baloyi azim ekan. Baloyi azim. Nikolay parang bir tomondan, Germon degani ikkinchi tomondan. Rosayam jiqqamush bo'lib urushayotganimiz. Bay. Germon degani kim bo'ldi ekan? Olti tomonida ko'zi bor va qanoti bor bir maxluq emish. G'aroyib bir maxluq ekanda. Shunaqa o'rmalovchi to'p chiqarganmishki, u ajdar naslidanmish. Bu Germonga kim bas kelar deysiz? Avom muslim sohib kirondek pahlavonlarimiz bo'lmasa, undan keyin bir gapni eshitdilaringmi? Xo'sh, nima gap? Podshoh askarlarining orasidan ora chiqib qolgan emish. Urushmaymiz deyishayotgan emish. Astag'firulloh. Podshoh o'z vazirlari bilan urushaversin deyishayotgan emish. Hamma ayb senda. Hukumat ishiga aralashmagin demaganmidim?
yo'lda nima qilib ivirsiyapsan bolakay? Haydalishga haydaldim. Ko'chaga shu yomon bilan chiqamanmi deb, et-betin chatib qo'yaman choponimni. Parihatgina bola. Hozir oydin kecha. Keta qolganing ma'qul. Attang, nasib qilmagan ekan. Ko'klam kelsa senga varra qilib bermoqchi edim. Peshonang sho'r ekan. Nachor. Hozir hammamiz uyquda. Asta-sekin keta qolganing ma'qul. Bu ishing Hoji boboga ham ma'qul tushadi. U kishim kamchiqim odamlarni yaxshi ko'radilar. Assalomu alaykum, Tashoy aka. Keldingmi? Ha, qaytdim. Keldingmi? Qayerlarga g'oyib bo'lib ketding? Onang sho'rlik seni mushtoq bo'lib kutdi. Kech qolding, yetimchagina. Dadil bo'l. Musibatlarga bardosh ber. Onang sho'rlik diydoringni ko'rolmay o'lib ketdi. Attang, barvaqt yetim qoldilaring.